kelaman desang, bir xil paytda bir xil bilet olamiz, Moskvada ko'rishamiz. Kim mana? Agar shunaqa zo'r bo'ladigan bo'lsang. Men yana aytyapman, yolg'oningni haqiqatini chiqaraveraman mana bu yerga. Kimni nima shu paytgacha aldab kelgan bo'lsang, xalqni nima bilan aldab kelgan bo'lsang, hammasini chiqaraveraman. Shahiy, sen aytyaptimi salomiga alik olmaganman? Men aytyaptim. Onasi nomiga kirib ketsin. Men unga salom bermaganim, o'zing kuching bilan ko'rgansan. O'sha Farg'onadagi voqea. O'sha. Dastlabki deyapti. Yaxshi bo'pti-da, zo'r kun haqda. Bitta buni fotodan nahmat qiladi o'sha dastlabki. Yo, Shahiy, qarada. Masalan, shuncha ochko olib tursa, sen ham birovga qilasan. Yo'q, o'zing bo'lgan-sana, hoji, men u bilan borib qo'l berib salomlashmaganimga sen guvohsan, tirik guvohsan sen. Tirik guvohman-a? Prosta endi biz ham o'sha yerda ustingdan kuldi. Qarochi, men Shahiyni bir tinga elmasa so'rashmay o'tib ketvardim degan xolos. Bo'ldi. Lekin bu Shahiyatda imini uni oldiga kelmagan, meni oldiga kelmagan, bizni chaqirgan yerda Guli bo'lgan, Bekxan kelgan. Bo'ldi. Guli bizga mana shu yerdamiz hoji degan. Bu to'g'ri narsa. Men masalan Xudodan qo'rqaman. Men bunaqa ulug' kunda yolg'on gapirmayman. Mana uy olib chiqib ko'r berdi deding, tuhmat qilding. Uyni mana yolg'ondan tuhmat qildi, syomka qildi deding. Mana uy egasi bilan biz gaplashganini ko'rdik deylar qani. Mana bugun 5000 ta odam efirda ko'rdi o'sha narsani. Sikkan joyim bor, menga yaqinlashmasin, menga hech kim kerak emas. Menga yaqinlashmasin, odam yaqinlashtirish xato narsa ekan. Bir o'zim, bir sikim, tamom. O'rislar bilan, chet bilan, boshqa bilan qaytib O'zbekistonda hech kim bilan gaplashmayman. Hech qaysi streamer bilan, hech kim bilan gaplashmayman. Mana shu bugun oxirgisi. Qaytib o'zbeklar bilan o'ynamayman. Qaytib o'zbek temasdan chiqmayman. Hammasini atpeska qilaman. Hech qaysi bilan gurung qilmayman. Qaytib bu qizlar bilan ko'rishisham bo'lmaydi. Bironta o'zbekistonlik bilan hech qaysi bilan streamer bilan o'ynamayman. Yo'q. Bo'ldi, tamom, men kerak emas 200 lamachi. Menga unday insonlar kerak emas. Men yo'limda davom etaman. Kim nima deydi, poq qo'y menga, men yo'limda ketaman. Tamom. Hech kim menga kerak emas. Hech kim menga kerak emas. Tamom, bo'ldi. Kimichi, pamichi menga hech kim kerak emas. Hech kim menga kerak emas. Tamom. Hech kim o'zbeklar bilan o'ynalmaydi, o'ynalar chet bilan. Tamom. Faqat chet bilan gurung qilar, chet bilan solishlar. Tamom. Kerak emas menga onasi sizga g'iybat. O'zbek auditoriyasi g'iybatxona, tamom. Hello! Qalaysan? Mana yo'l kireni pulini o'zing qilib ketdi. Aylar o'shaning uchun bormadi, sirazi to'xtadi. Gasning bilan yo'l kirani pulini qiladigan bo'lsa, $2000 ga tushib ketyapmiz ekan dedi. Qara. Aziz. O'ziga yo'l kira qilib ketdi, bordi keldiga. Ukasiga yo'l kira qilib ketdi, bordi keldiga. Nurbekga yo'l kira qilib ketdi, bordi keldiga. Nurbek rasxotlarigacha ko'tardi. Erta Gasnistani ham ko'rsatdi. Sardorni tug'ilgan kunda ko'rdi xolos. Undan keyin ko'rmadi azizlar. Sardor ketvardi qiz bilan. Men rasxotlarimni, hamma narsamni. Yo'q. Dilshod qildi. Yo'q. Sardor Dina bilan ketvardi. Na azizlardan xabar ham olmadi, xolam so'ramadi. Va Gasnista dedi Ali Banatga qarab ketdi. Sardor baqib ketdi. Ali Banat endi o'ta yomonni olib borgan, ani og'aynisini olib borgan. Uni o'zini muammosi. Qochib ketvardi. Tushundingmi? Aziz $2000 bilan ponni uchalasini rasxotini o'zi qildi. Tushundingmi? Uni xalq bilmaydi-da. Xalq bilmaydi. Ertasi kuni video qo'ydi. Og'ayni jo'ra Aziz ketib qolsizlar, men sizlarni kelishga ulgurmay qoldim kuzatishga deb video qilib chiqdi. Aziz xafa bo'lmasligi uchun. Tushundingmi?
Qizni deb azizlarni ko'chada tashlab qo'ydi. Azizlar o'ziga o'zi gazini olib shu yerda yotdi. Qani 100 ta odamga joy qiluvdi. Hammaga joy qiluvdi. Eshitjon ashira. Buni ko'pchilik bilmaydi. Yolg'on narsalarni. Ko'p joyda o'zim to'laganman, meni hisobimdan o'tirgan. Mehmonlarni o'zim rasxotini qoplaganman, shuncha odamga o'zim gastnitsa olganman degan joyi bor. Odamlar uni gapiga ishonadi, lekin bilmaydi. Erta qaranglar, o'ta yomonlar borgan bo'lsa, ularni hisob-kitobini Alibona degan. Bu yerda dahuya yolg'on narsa bor. Yedinni dinaga gastnitsani rasxot qildi. Haqiqatan bitta dinaga rasxot qilgan bo'lishim mumkin. Dinaga gastnitsani rasxot qildi, qara. Endi men gunohini olmang. Orasida nima bo'ldi, nima bo'lmadi bilmayman ularni. Xullas bo'lgan bo'lsa ham, keyin bularda odati bor. Ukasida shunaqa odat bor. Akasi so'ganlarni so'gisi kelaveradi. Har safar shunaqa bo'ladi. Bular erta endi shuncha rasxot qilgandan keyin Karochi ana qorni katta, ukasi dinani ular ham solmoqchi bo'ldi. O'sha joyda dinani kallasi ishlab efir ochib yubordi. Tushundingmi xalq ichida? Dina shustrlik qilib qo'ydi. Ya sani nima daxling bor yurgan qizlarini aytyapman. Kampir inasning qo'rqotin bu sensan. Yalangoyoq. Ne deb o'ylaysiz siz? Dina yosh qizni hayotda ko'rdimi? Bo'yi mendan ham past qiz. Unga havasi ketgan bo'lsa ketgandir. Voy, men hozir Voy Leyla. Men hozir 4 ta 5 ta qizni bilaman. Prosta o qizlarning nomini harom qilmay deb turibman. 4 ta 5 ta qizni bilaman ko'zim oldida nima o'sha ukalar nima qilganini. Tushundingmi? Men ham bilaman. Men hali aytyapman, olishsin, men olishaveraman. Men uni asl basharasi bilan xunuk chiqaman. O'tgan safar aytganman. Menga tashlama, men haqiqatlarim bilan chiqaman deganman. Uni bugungacha gapirib turgani bo'lsa, donatorlar orqasidan gapiryapti. Boshqasidan emas. To'xtada, kecha senga o'zingizdan bu telefon qilib temani yop dedi, uzr so'ra dedi, to'g'rimi hoji? Ha. Nima uchun seni temanga u aralashyapti? Sen raz unga uka ekansan, Sardor ham uka ekan. 2 metrlik bo'yi bilan o'rtalaringga tushibdi, qo'ysinim. Bu taqqa borib sen hojidan borib uzr so'ra, sen xato qilding demadi. Nima uchun xato o'qilar ekansan, yana borib sen Yedinni Shahiy to'xta. Yedinni o'z Istanbul betiga yetdi. Sardor dedi, bu PR-ku dedi. Videoda originali boshqa-ku, yolg'on narsa bilan chiqyapsan-ku dedi. Tog'a siz ham shuni olyapsizmi dedi. Yedinni o'z Istanbul betiga yetdi haqiqatda. Men donatorim yo'q, qanaqa o'yin o'ynayman? Men hammaga yomonlab bo'lgan o'ynaysiz-ki. Donator bilan donatorning farqi bor. Ba'zi bir donatorlar bor, o'zini ko'rsatish uchun kirib aktiv uchun urinmaydi. O'zini kayfiga urib ketadigan odamlar aralashmaydi, lekin hojiga urib yurgan, unga urib yurgan bitta ikkita donatorlar uni aktiv uchun urgan, o'shaning uchun kirmaysan degan gapi uchun hojiga kirmay ketgan. Nima Sardorga borib temani yop demaysizlar, hojiga kelib temani yop deysizlar. Ya. Shahiy bunday narsa bor-da, to'xta. Hamma menga aytayapti-da. San tugat, san bos, o'zingni bos deyapti-da. U aytayaptiki, mana men video qo'ymayapman deyapti, lekin uni efirida bo'lib turgan gaplar tarqab ketishini o'zi yaxshi biladi. Uni miyasi zo'r ishlaydi. Sen efirda gapiraver deydi, mana gapiradi, bo'ldi, etdan tarqaveradi. Ana qarindosh urug'i tanishlari bor-da, ana Sardor efir ochdi, kelinglar deydiganlar o'zini tanishlari. Bo'ldi. Uniki qaroch keyin oppoq ko'rsataveradi o'zini. Mana men video qo'yganim yo'q, meni chiqatda uradi. Tushunasanmi? U to'xtatmaydi.
Hamma joyda buguni bilan efir qilib yurdim. Hozir yarim soat vaysadi-yu efirida. Ha? Birorta donator menga shetda etsin, yana qaytaraman. Kuni bilan aytdim. O hoji, sen menga paloncha videoshini yomonlagansan yoki sen meni tinch yotgan joyimda padilitsiya qilib bezovta qilgansan desin, itiman boru. Men hech kim yomonlamaganman. Hech kimga padilitsiya qilmasdan Allohga tavakkal qilib o'lsam ham, qolsam ham mana shu yerda rizqimni terganman. Shuning uchun kim padishga qiladi, kimga qiladi, omadini bersin. Shaxsiy sen bilan Sardor so'rashmaganman deganlar uchun hoji bu gapni xushpaytgacha ham doim 1000 marta aytgan, guvohi bo'lgan. Aziz ham guvoh, u yerda Bekxan ham guvoh. Sardor bilan ko'rishish uchun borilmagan, Sardorning oldiga borib hech kim qo'l bermagan. Diplomatim, keldingizmi jigar? Samarqandga o'tay deyapman, radnoyim. Mana shu diplomatlarni bilmadi-yu. U aka shetda yuribdimi? U aka, mana shu diplomatlar butun Samarqand teskari bo'lganda, butun donator teskari bo'lib, hech kim qolmagan paytda noldan mana shu diplomat olib chiqib kelgan o'sha Sardorni. Qo'tag'ini bir umr ursa bo'ladi. Borku, mana shu diplomatlarni bilmadi. Hozir borsa tanimaydi. Ana o'shanda keyin gaplashaveramiz, aka. Mana shu insonlar menga bir umr aka deb bo'lib qolgan. Uradimi, urmaydimi? Eng og'ir kunlarda olib chiqib ketgan shu odamlar. Yo'qolay sultoningga, sizga sultoning bilan nima ishim bor? Men sultoningdan boshqa g'amim yo'qmi? Yo'q, bularga to'g'ri gapni gapirsang paxta bo'ladi, noto'g'ri gapni gapirsang, qarochi, yana bir narsa bo'ladi. Onangizga sallarga yo'qadigan kim bor o'zi bu hayotda? Kim bor? Sallarga qanaqa inson yo'qadi? Qanaqa bo'lish kerak biladi.